Faberlikda mana bunaqa ikki xil sivoritka bor soch uchun. Mana bunaqa bu ikki xil bo'ladi, ikki fazni. Bunday yaxshilab aralashtirsak, bunaqa sariq rangga aylanadi. Mana bunaqa yog' ko'rinishidagisi bor. Yog' ko'rinishdagisini doim mana bunaqa sal ho'l, qurishiga ozgina qolganda sochga qilamiz. Bitta tomchi menga yetadi. Mana bitta tomchi. Agar siz sochingiz uzun bo'lsa, to bundan 2 tomchi qilasiz. Qo'limizga olamiz yog'ni, qo'limizdan o'sha sochga qilamiz. Sochga qilganda bu nimani beradi? Bu kuchli oziqlantirish, ichida 3 xil qimmatbaho yog' bor. Bular sochni tez tiklanib, agar sochingiz taglari gullagan bo'lsa, o'sha gullagan joylarini yo'q qilib turib, sochlaringizni tekis chiroyli qilishga yordam beradi. Agar siz sochlaringiz уже har xil uchi-jo'qlardan kuyib ketgan bo'lsa ham, o'sha joylarni ham tiklab chiroyli qilishga yordam beradi. Hozir menda ozgina kamlik qildi. Sochim tagiga yana qilaman. Sochlarimning taglariga. Bundan keyin sochlar juda ham yaxshi taraladi, приятный hid kelib turadi. Hidi juda ham qimmatbaho. Prям sezgan odamlar nima atir sep oldingiz deb so'rashadi. Aynan mana shundan. Buni qilganimizdan keyin sochlarimiz oson tez taraladi, oson ukladka bo'ladi. Ukladka qilsak, uzun sochlarga даже sal ko'proq ham qilsak hech narsa qilmaydi. Sochni quritganda bu yog'lar hammasi sochga kirib, zapechatываться qolib, sochlarning tolasini ichida sochlarni yaxshi qilib beradi. Agar siz xohlasangiz, yana mana bunaqa spreyni ham ishlatsangiz bo'ladi. Olamiz, bu ham tiklovchi sprey, sochlarni tekislashga ham yordam beradi. Buni asosiy vazifasi sochlarni tekis qilish emas, bu sochlarni tiklash, sog'lom, chiroyli, yaltiroq qilib berishga yordam beradi. Mana buni hidi lekinchi qizlar zo'rroq. Agar sochingizni tekis qilmoqchi bo'lsangiz, Faberlikda laminiruющий shampun, balzam o'zini filleri bor, o'shani ishlatsa bo'ladi. U fillerni ishlatganda ham mana bu maslani ham qo'shib ishlatsa bo'ladi. Aynan u laminatsiya effektini uch-juq qilmaslik uchun ishlatiladi. Bu esa sochlarni tiklash, sog'lom, tekis, chiroyli va yorqin bo'lishi uchun. Hozir ukladka qilsam ko'rasiz, juda ham yaxshi chiroyli yaltirab qoladi sochlar. Qizlar qarang, o'shanaqa sredstvo bilan ukladka qilgandan keyin soch mana shunaqa yaltiroq, chiroyli, tirik bo'lib qoladi. Bitta maslahat beraman, u maslani olib ishlatishni sochlaringiz doimo chiroyli bo'lishi uchun. Agar sochingizga laminatsiya tekislik effekti kerak bo'lsa esa, o'sha gloss seriyasini ishlatishni maslahat beraman. Laminatsiya effektligini.